Qo'lingizdagi diplom 5 yildan keyin shunchaki qog'ozga aylanishi mumkin. Sun'iy intellekt, robot va avtomatlashtirish ular sizning joyingizga ko'z tikkan. Tarjimonlar, buxgalterlar, hatto dasturchilar xavf ostida. O'qishga kir, diplom ol, ishga kir degan eski formula o'ldi. Bugun mavzu Top Jobs. Qanday qilib qashshoq bo'lib qolmaslik haqida. Jahon iqtisodiy forumi hisobiga ko'ra, 2030-yilga borib 85 million ish o'rni yo'qoladi. Lekin 97 million yangi top jobs paydo bo'ladi. Siz qaysi tarafdasiz? Agar ingliz tilida kasb nomlarini bilmasangiz, xalqaro bozorda hech kimsiz. Men Ibrohim Vohidov, bugun kelajakni hack qilamiz. To'xtang, hozir miyangizga eski programmani o'chiramiz. Kasb tanlashni smartfon misolida ko'rib chiqamiz. Juda oddiy. Tasavvur qiling, siz smartfonsiz, sizda hardware, software bor. Hard skills bu sizning temir tersak, qo'lingizdagi diplom, sertifikat, texnik bilim. Lekin eng kuchli iPhone ham operatsion tizimsiz shunchaki g'isht. Soft skills bu sizning iOS yoki Android tizimingiz muloqot, liderlik, moslashuvchanlik bo'lishi mumkin. Top kasblarda muvaffaqiyat 80% soft skillsga bog'liq, ishoning. Robotlar hard skillni sizdan yaxshiroq qiladi, lekin ular soft skillga ega emas. Demak, birinchi qoida don't be a robot, be human. Endi ish rejimi haqida 9 to 5 o'ldi. Yashasın gig economy. Gig economy nima? Tasavvur qiling, bu pizza, butun bir ish joy loyihasi. Eski davrda butun pizzani sotib olishingiz kerak edi. Full time job. Hozir esa kompaniyalar faqat bitta bo'lak task uchun pizza yoki pul to'laydi. Bu gig. Diqqat jang, ofis xodimi vs freelancer. Ofisdagi odam employer, erkin qush, freelancer yoki gig worker. Top jobs ro'yxatidagi kasblarning ko'pi endi ofis talab qilmaydi. Yangi termin remote work, masofaviy ish, uyda, plyajda, tog'da. Agar kasbingiz remote bo'la olmasa, demak u top job emas. Xo'sh, qanday qilib darajani oshiramiz? Ikkita sehrli so'z bor. Birinchisi upskilling, bor bilimingizni kuchaytirish. Ingliz tilini bilasizmi? Zo'r. Endi business Englishni o'rganing. Bu upskilling. Ikkinchisi reskilling, mutlaqo yangi kasbni o'rganish. Buxgaltersiz, lekin data analystga aylandingiz. Bu reskilling. Zamonaviy dunyoda reskilling har 5 yilda majburiy bo'ladi. Kutishga vaqtimiz yo'q, keling eng qaynoq sohani ko'ramiz. Hozirgi oltin koni qayerda? 3 asosiy yo'nalish bor. Birinchi yo'nalish tech AI, dasturlash, kiberxavfsizlik, ma'lumotlar tahlili. Ikkinchi yo'nalish green economy, ekologiya va muqobil energiya muhandislari. Uchinchi yo'nalish care economy, odamlar bilan ishlash. Buni robot qila olmaydi. Sizning kasbingiz shu 3 tadan biriga tushadimi? O'ylab ko'ring. Keling, lug'atimizni boyitamiz. Bularni yodlab olishingiz shart. Entrepreneur, tadbirkor, lekin oddiy savdogar emas, innovator. Ular muammoni ko'radi va yechimini sotadi. Businessman-dan farqi bor. Digital nomad, raqamli ko'chmanchi, ofisi butun dunyo. Ertalab Balida, kechki payt Rimda ishlash. Bu orzu emas, bu digital nomad. Hozir sizda savol bor. Mening sohamchi, men tilchiman-ku degan savol paydo bo'ladi. Tilchilar kelajakning eng kerakli ko'priklari. Faqat to'g'ri joylashsangiz bas. Nazariyat tushunarli bo'ldimi? Endi aniq kasblar jangiga o'tamiz. Tayyor turing. Keyingi qismda daromadli kasblarni ringga chaqiramiz. Ikkinchi raund mehnat bozoridagi katta dilemma. Chap tarafda generalist, jack of all trades, hamma narsadan xabari bor. O'ng tarafda specialist, master of one, faqat bitta ishning ustasi.
Qaysi biri top jobs egasi? Keling, kuchlarni o'lchaymiz. Generalist, moslashuvchan, bugun copywriter, ertaga menejer yoki inqirozda o'lmaydi. Lekin kamchiligi bilimi yuzaki, uni almashtirish oson. Specialist, ekspert, ular kam va maoshi juda ham yuqori. Neyroxirurg kabi. Ammo soha o'lsa, o'zi ham ishsiz qoladi. Xavf katta. Xo'sh, kim g'olib? Javob ikkisi ham emas. G'olibga bu T-shaped person, T o'xshagan harfiga o'xshagan mutaxassis. T'ning kepkasi bu keng dunyoqarash, IT, marketing, psixologiyani tushunasiz. T'ning pastki qismi bitta sohada chuqur ekspertlik. Masalan, siz zo'r tarjimonsiz, deep, lekin marketingni ham tushunasiz. Bu broad. Ana shunday kadrlarni kompaniyalar talashib sotib oladi. Endi ikkinchi jang. Passion and paycheck. Yurakni tashlash kerakmi yoki tanlash kerakmi yoki pulnimi? Abadiy savol. Faqat passion och qolasiz, faqat paycheck tez kuyasiz, bankrot bo'lasiz. Sevgan ishingiz, qo'lingizdan keladigan pul to'lanadigan va dunyoga kerakli ish. Top job mana shu markazda qolgani shunchaki vaqt o'tkazish. Nazariya tugadi. Hozir sizni haqiqiy job intervyuga olib kiraman. HR manager beradigan eng tayyor savolga tayyormisiz? Savol. Sizning eng katta kamchiligingiz nima? Ehtiyot bo'ling, bu tuzoq. Qanday javob berasiz? Ikkita variantning birini tanlang. Rostini ayting. Variant A. Men perfeksionistman. Juda ko'p ishlayman. Variant B. Men boshqarishda qiynalaman, shuning uchun ilovalar ishlataman. Videoni to'xtating va HR menejerini ishontiradigan javobni tanlang. Vaqt ketdi. Javob esa bu B. A varianti bu yolg'on va klich. HR so'zi sizdan muammosiz robotni emas, o'z ustida ishlaydigan insonni kutyapti. Endi orzudagi ishni qanday qo'lga kiritish bo'yicha 3 ta qadamni ko'ramiz. Unuting, karyera zinapoyasi yo'q. Hozir bu karyera devori. Birinchi qadam identify, aniqlash. Siz kimsiz? Kuchli tomoningiz nima? O'zingizga SWOT tahlil qiling. Raqobatbardoshligingizdan nimangiz ortiq? Ikkinchi qadam develop, rivojlanish. Yetisha olmaydigan skilllaringizni to'ldirib kiring. Esda tuting, hard skill ishga kiritadi, soft skill lavozimingizni oshiradi. Diplomim bor deb o'tirmang. Diplom sizga ish taklif qilmaydi. Uchinchi qadam network, aloqalar. Networking bu tanish bilishchilik emas, bu professional muhit yaratish. LinkedIn profil oching. Bugunoq. Ishlarning 70%ni e'lon qilinmaydi. Ular tavsiya orqali to'ldiriladi. Qaytaraman. O'zingni tani, rivojlan, odamlar bilan bog'lan. Bularning hammasi personal brand. Bu shaxsiy brend deyiladi. Siz oddiy suvmisiz yoki brendlangan suv farqi narxida. Bozorda siz tovarsiz, o'zingizni qimmatroq sotishni o'rganing. Eski quruq CV yoki rezyumelar ishlamaydi. Sizga portfolio kerak. Nima qila olishingizni yozmang, ko'rsating. Link bering, video oling. Vaqt o'tib ketyapti. Kelajak esa poyezddek yaqinlashmoqda. Keyingi qismda kelajak kasblari va siz uchun maxsus challenge bor. Kelajakda kim tirik qoladi, robotmi yoki inson? Javob: hech qaysisi. Kelajak augmented human, kuchaytirilgan insonniki. AI sizni ishdan bo'shatmaydi, AI ishlatadigan inson sizni ishdan bo'shatadi. Yangi kasb prompt engineering. Bu sun'iy intellekt bilan to'g'ri gaplashish san'ati. Ingliz tili bu sehrli tayoqcha, promptlar esa sehrli so'zlar. Oddiy ingliz tili yetmaydi. Siz mashinaga aniq buyruq berishni o'rganishingiz shart. Lekin robotlar hech qachon eplay olmaydigan bitta narsa bor. Empathy, hamdardlik.
mijozni tushunish, jamoani ruhlantirish, kelajakdagi top joblar texnologiya va insoniylik kesishgan nuqtada. Malcolm Gladwell Outliers kitobida 10,000 soat qoidasini yozgan. Lekin bugun bu qoida o'zgardi. Endi bitta ishni 10,000 soat qilish shart emas. Asosiysi adaptability. Tez o'rganish va tez unutish. Unclean yoki unlearn. Diplom oldim deb to'xtamang. O'qish bu umrbod jarayon. Lifelong learning deyiladi. Yetarli falsafa. Keling bugungi darsni paketlaymiz. Bugungi 3 ta oltin qoidani eslab qoling. Bu hayotingizni qutqaradi. Oltin qoida 1. Combine skills. Faqat tilchi bo'lmang. Tilchi plus marketer bo'ling. Oltin qoida 2. Be T-shaped. T-shaped. Bir narsani chuqur, hamma narsani oz-ozdan biling. Oltin qoida 3. Network or die. Yolg'iz bo'ri och qoladi. Jamoaga qo'shiling. Uyga vazifa yo'q. Men maktab o'qituvchisi emasman. Sizga 24 soatlik challenge beraman. Bajarasizmi? Hoziroq LinkedIn yoki Instagram profilingizga kiring. Student so'zini o'chiring. O'rniga kelajakdagi kasbingizni yozing. Aspiring something. Va Outliers kitobini 2-bobini o'qing. O'zingizga savol bering. Mening soham qaysi? Dunyo kamtarlarni yoqtirmaydi, dunyo jasurlarni sevadi. Keyingi darsda nima bo'ladi? Eng nozik mavzu. Money and negotiation. Qanday qilib maoshni oshirishni so'rash kerak? Salary expectation savoliga qanday javob berishni o'rgataman. Boy bo'lish uyat emas. Mehnatingizni arzon sotish uyat. Poyezd ketdi, keyingi bekatda ko'rishguncha. Shiorimiz: The best way to predict the future is to create it. Xayr.